Urush, endiki mavzu, hürmetli vatandaşım, Hindistan-Jungo o'rtasida agar urush yuz bersa, urush. Zo'r ko'lamlik havo urushi bo'ladi. Jungo 77 kundan keyin Hindistonga sulh qilishga iltimos qildi. Mavzuli xabar 7-oyning 18-kun Monitor betida e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Amerika mutaxassislari mundaq ko'rsatdi. Jungo Hindiston o'rtasida harbiy to'qinish yuz bersa, Asiyoda yuz bergan ajallik to'qinish hisoblanadi. Hindiston-Jungo urushi boshlangan amman Hindiston Hind okean jo'grafiyasiga ustunlikka tayanib, Jungoni qo'rqinchli oqibatga tushirib qo'ydi. Universal matbuotlar 7-oyning 18-kuni xabar qilib, mundaq ko'rsatdi. Amerika mutaxassislari mundaq hisobladi. Jungo Hindiston o'rtasida harbiy to'qinish yuz bersa, albatta bu to'qinish Osiyo rayonida yuz bergan ajallik to'qinish bo'lib qoladi. Ikki cho'ng davlat Hind okeanida eg'ir tavrinish paydo qilib, ikki davlatda 10 minglagan odamlarning o'lishini keltirib chiqarib, yer shari iqtisodiga zo'r ta'sir ko'rsatdi. Bu to'g'ri tahlil qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo bilan Hindistonning yadro qurollarini avval birinchi bo'lib ishlatmaymiz deydigan siyosati bor. Shunga ikki davlat o'rtasida yadro urushi portlashning xatari zo'r emas. Her ikki davlatning nupusi o'xshashli 1,5 milliardga to'g'ri keladi. O'xshashli bu xalqlar tizib tutmaydigan xalqlar. Jungo Hindiston o'rtasida urush bo'lsa, havoda quruqlikda dengiz urush bo'ladi. Lekin ikki davlatning jo'grafiya jihatdagi o'rni urushning ko'lamini cheklab qo'ydi. Natijada havodan zarba berish va raketa bilan hujum qilish ikki davlatga zo'r ziyon olib keladi. Hindiston uchun aytganda g'alaba qilish yetaklaydigan bir ko'zir Hind okeanining afzal sharoitidir. Bu avval Jungoning iqtisodiga qo'rqinchli oqibat olib keladi. Jungo Hindiston o'rtasida yuz bergan urush 1962-yilga solishtirganda o'xshashmaydi. O'xshashmaydigan tarafi bu urushdan zo'r ko'lamda havo urushi bo'ladiganligidir. Ikki davlat o'xshash bir rayonda zo'r ko'lam taktikalik havoda zarba berish kuchini saqlab kelmoqda. Hindistonning yetarli havo armiyasi bor. Ikki o'rinda o'xshash urush qila oladi. Ya'ni Jungo bilanmi urush qila oladi, Pokiston bilanmi urush qila oladi. Hindiston yangi seplangan Akash belgilik o'rta masofali raketa orqali aeroportlarni va strategik qimmatga ega nishonlarni bombardimon qila oladi. Hindistonning havo armiyasiga ishonch zo'r bo'lsin-mi, yaqinki mezgilda Jungoning raketa hujumini to'sib qila olmaydi. Jungo Xinjiang va Tibetga o'rlashtirgan raketa qismlari hech qanday chiqim tortmay Hindistonning shimoliy qismlariga zarba beradi. Hindiston quruqlik armiyasi balkim urushda hal qilg'uch kuch ekanligini his qilgan bo'lishi mumkin. Amaliyat undaq emas. Ikki davlatning quruqlik armiyalari uchun aytganda qatma-qat tog'lar va tog' etaklari urush sahnasi bo'lib qoladi. Transport intayin bir osal ahvol qilib, ikki taraf motorlashgan quruqlik qismlarini ishilta olmaydigan bir holga tushib qoladi. 1,2 million kishilik Hindiston quruqlik armiyasi va 2,2 million kishilik Jungo quruqlik armiyasi yer ustida yadro ziyonni to'lay olmaydigan, kechiringlar, yer ustida foyda ziyonni to'lay olmaydigan har ichi urush qilishi mumkin. Dengiz urushi Hindiston Jungo urushida eng muhim urush maydoni bo'lishi mumkin. Hindiston jo'grafiya jihati Hind okeanini to'g'ridan to'g'ri kesib o'tadi. Jungoning iqtisodiy qon tomirini bo'g'iman desa bo'g'ib oladi. Hindiston dengiz armiyasi muhimi suvosti porxiti va Rossiyaga yasalgan Krishkop belgilik avtomatlardan kurashgan dengiz armiyasiga guruhni tashkillaydi. Shunga Hindiston Jungoning Yevropa, O'rta Sharq va Afrika qit'alari bilan bo'lgan savdo aloqa yo'llarini o'ng'ayla uzib tashlaydi.
Jungo bir necha hafta vaqt sarf qilib, harbiy parxotlarni tashkillab, Hindiy okeanga kelib, qo'rishiga qamalga zarba berish mumkin. Shundaq bo'lganda dengiz usti osti qamolidan osonlikcha bo'sib chiqolmaydi. Chunki bir necha 10 ming ingliz mili kenglik bepoyon Hindiy okean. O'xshashli bir vaqtda Jungoning eksport va import tovarlari G'arbiy Tinch okeandan to'shilishga boshlaydi. 87% xam neft Jungo O'rta Sharq va Afrikadan kelishi kerak. Hozir Jungo neft zapisi bilan butun mamlakatni 77 kun ta'minlaydi. 77 kundan keyin Jungo Hindistonga sulh talab qilib iltimos yozadi.